Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, 2025-yildan boshlab pedagog kadrlar attestatsiyasi Urganch shahridagi 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkaziladigan bo'ldi va mana shu yerdan to'g'ri maktabga boradigan yo'llarni ko'rsatib beramiz. Oldimizda Urganch savdo uyi joylashgan va tarafda Hamkorbank, yo'lning buyog'ida esa hammamiz biladigan Xalq banki joylashgan. Chap tarafda Ipoteka bank, o'ngda Dehqon bozori va Infinbank. Biroz yurib chapda Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi ko'rinadi. Texnikumdan o'tib piyodalar yo'lakchasiga yetganimizdan chapga burilamiz. Ro'paramizda Xorazm qurilish va kommunal xo'jaligi texnikumi joylashgan. Svetofordan to'g'ri o'tamiz. Chapda Maqsadbek fotostudiyasi va Milliy bank. O'ngda esa tunnel. Istiqbol teleradio kanali hamda Lahizam dorixonasi tarmog'i. Yana svetofordan o'tib 7-avtobus yo'nalishi bo'yicha harakatlanamiz. Bu avtobus sizni maktab joylashgan ko'chaning boshigacha olib boradi. Yo'lda chapda Ibodulla to'yxonasi. Svetofordan o'tib 5-avtobus yo'nalishini kesib o'tamiz. Bu yerda Oxunbobo jome masjidi joylashgan. O'ng tomondan 5-ko'chaga burilamiz. 1-, 2-, 3- va 4-ko'chalarni o'tib, piyodalar yo'lakchasidan o'tgach o'ngga burilib 5-ko'chaga kiramiz. 300 metr yuramiz va chap tomonda joylashgan maktabga yetib boramiz. Biz hozir Tomaris Nur savdo majmuasi oldidamiz, ya'ni giper oldidamiz va mana shu yerdan Urganch shahridagi 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga borish manzilini ko'rsatib beramiz. Ikkinchisi, yo'nalishimiz 9 qavatli bino oldidagi svetofordan qayrilish bilan boshlanadi. Qirg'izyob kanali bo'ylab yuramiz. O'ng tomonda Ma'mun universiteti, chap tomonda esa gipermarket joylashgan. Svetofordan to'g'ri o'tamiz. Unda viloyat soliq boshqarmasi, viloyat hokimiyatining qishki bog'i va sanoat qurilish banki. Keyingi svetofordan to'g'ri o'tishda o'ng tomonda Ogohiy nomidagi Xorazm viloyat musiqa drama teatri, Xorazm Palas mehmonxonasi va stomatologiya ko'rinadi. Svetofordan chapga burilib 5-avtobus yo'nalishi bo'ylab harakatlanamiz. Chapda Oxunbobo jome masjidi. Svetofordan o'ngga burilamiz. O'ng tomonda Toshkent Urganch yo'nalishidagi taksilar to'xtash joyi. Asosiy yo'l bo'ylab chapga burilamiz. O'ngda Shodiyona va Qutlug' qadam to'yxonalari hamda Omad restorani joylashgan. Svetofordan chapga burilib shu ko'cha bo'ylab 300 metr yuramiz va o'ng tomondagi maktabga yetib boramiz. Va so'nggi manzilimiz Urganch shahridagi 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi. Mana shu yerda test sinovlarimiz bo'lib o'tadi. Pedagoglarga esa omad tilab qolamiz.